500 minimalga, ya'ni $20,000 yaqin ma'naviy zarar deymizmi endi buni yoki bir. Sardor Mamadaliyev yana jarimaga tortildi. Chutki TVda Sherali Jo'rayev ikkita qo'shiqni aytgan ekanmiz. Shundan beri bir nima deydi, tinchlik yo'q. Bu safargi summa $20,000 tashkil etmoqda. Sardor Mamadaliyevning bu murojaati ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Endi shtrafga keladigan bo'lsak, bu Chutki TV kanaliga qo'yildi, 1 soat turdi. Ular ham bir tiyin pul ishlamagan bo'ldi prosmotrdan. Bir tomonda mualliflik huquqi qonun bilan himoyalanish kerakligi aytilsa, ikkinchi tomonda san'atni davom ettirish va ustoz ijodini xalq orasida yashatish masalasi ko'tarilmoqda. Jarima kim hisobiga o'tkaziladi? 100% Jo'rayevlarning nomiga o'tadi. Sardor Mamadaliyevning ta'kidlashicha, u Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini tijorat maqsadida emas, balki ulkan san'atkor xotirasini e'zozlash va uning ijodini yangi avlodga yetkazish niyatida kuylagan. Endi men Sherali Jo'rayevni xotirlab bir pul ishlash uchun aytmagandim, to'g'risi. Hattoki Andijonda Sherali Jo'rayev nomidagi san'at maktabi ochildi. U yerda tahsil olayotgan yoshlar ham bu qo'shiqlarning qanday ijro etilishi mumkin degan savolni o'rtaga tashlashdi. Andijonda Sherali Jo'rayev maktabi ochildi. Ular nima qiladi? Sherali Jo'rayev maktabida. Bu masalada har kimning o'z fikri bo'lishi tabiiy. Mualliflik huquqiga rioya qilish ham muhim. Ammo buyuk san'atkorlarning ijodi xalq qalbida yashashi, ularning qo'shiqlari yangi avlod tomonidan ham kuylanishi va madaniyatning bir qismi hisoblanadi. Eng to'g'ri yo'l esa qonun talablarini hurmat qilgan holda ijodkorlar va huquq egalari o'rtasidagi o'zaro kelishuv topishdir. O'ylayman, buni qishlarni to'xtatish kerak, bir 5 kunlik dunyoni nazar qilib, keng tog'ga tog' bo'lib. Sizningcha bu holatda $20,000 miqdoridagi pulni talab qilish o'rinlimi? Va shuni ta'kidladiki, hozirgi kunda to'ylarimiz mashhur san'atkorlar Yulduz Usmonova, Muhriddin Xoliqov va Ozodbek Nazarbekov, shu jumladan Sherali Jo'rayevning qo'shiqlari bilan qizg'in o'tadi. Bularni kuylamasdan qanday qilib o'zbek to'ylarini o'tkazish mumkin, deydi Sardor Mamadaliyev. Bugun sudga chaqirishdi, yana shu Sherali Jo'rayev qo'shiqlari mojarosi. Bu safar 500 minimalga, ya'ni $20,000 yaqin ma'naviy zarar deymizmi endi buni yoki bir tovon puli deyishadimi, shunaqa so'rashyapti. Endi men bitta narsadan mantiq topa olmayapman-da. Bitta insonni hurmat qilib, qo'shig'ini yaxshi ko'rib, o'tgan kunida xotirlab, Chutki TVdagi Abduvosif akaning iltimosiga binoan ijro qilgandim. Abduvosif akam o'zim hal qilaman dedilar, biratan hammani yo'qlar. Telefonni ham ko'tarmayaptilar. Endi men Sherali Jo'rayevni xotirlab bir pul ishlash uchun aytmagandim, to'g'risi. Muhabbatimiz bo'lgani uchun shu zotga ijro qilgandik. Endi ijro qilishga ham qo'rqib qoldik. Andijonda Sherali Jo'rayev maktabi ochildi. Ular nima qiladi? Sherali Jo'rayev maktabida o'qib turib, keyin aytolmaydimi shu bilan? Men o'ylayman, bunaqa bir ashula aytadigan qalbdan yoki bo'lmasa bir buyuk san'atkor Sherali Jo'rayevni ayollardan bunaqa yomonliklar chiqadi deb o'ylamayman, chunki har qanaqa buyuk erkakni yonida buyuk ayoli bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, bulardan chiqyapti bu fikrlar deb o'ylamayman. Bu darajadagi qattiq ushlab olishi o'sha yonlarida kimdir bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa bir anamiz kuchlar deymizmi bular. Endi shtrafga keladigan bo'lsak, bu Chutki TV kanaliga qo'yildi, 1 soat turdi. Ular ham bir tiyin pul ishlamagan bo'ldi prosmotrdan. Men umuman kanalimga qo'ymaganman. Bu qo'shiqlarni bu darajada qattiq ushlab olib, avtorskiy deyish men o'ylayman noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki mana Yulduz Usmonova, Muhriddin Xoliqov, Ozodbek Nazarbekov, Farruh Zokirov qo'shiqlarisiz, umuman ko'p ustozlarning qo'shiqlarisiz to'ylar, konsertlar o'tmaydi. Nimaga ular unaqa qilmayapti? O'ylayman, buni qishlarni to'xtatish kerak, bir 5 kunlik dunyoni nazar qilib, keng tog'ga tog' bo'lib, unaqa ishlar qilmaylik, keng bo'lib yashaylik. Давайте жить дружно, deydi. Do'st bo'lib yashaylik. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Mana biz ham kunimizni Xudo xolasa mana sudga yo'l olish bilan boshladik. Bugun sud, Xudo xolasa mana jinoyatchilardek ketyapmiz. Xuddi birov bir nima deydi, katta jinoyat qilgandek
bo'loldik mana sud zaliga xudo xolasa. Men o'zim endi advokatim bor, men o'zim shaxsan qatnashish chiqani nima deyishadi ular, nima bo'ladi, o'shanga bir o'zim qiziqib ketyapman. Kunimiz shunaqa sud zaliga yo'l bilan boshlandi kunimiz. Hammalar yaxshimisizlar? Instagramdan juda ko'pchilik, Telegramdan ham administrator nomeriga juda ko'pchilik bir biz tomon bo'lib juda ko'pchilik bir yozishibdi, yaxshi fikrlar bildirishibdi. Rahmat. Sog' bo'linglar, shunchalik bizga tarafdor bo'lganinglarga rahmat sizlarga. Nimaga sud dedingiz? Sud shu Chutki TV'da Sherali Jo'rayev ikkita qo'shiqni aytgan ekanmiz. Shundan beri bir nima deydi, tinchlik yo'q. Shunga ketyapmiz, sizlarga keyingi svetofordan o'ngga kiramiz. Shunaqa gaplar. Da rahmat, mushkulingiz oson bo'libdilar, oson bo'lsin debdilar. Konuşmamız gerekiyor. Açar mıyım? İşte. Avantan kırarız. Jo'rayevlar nimaga sizlarga osilib yotibdi? Ular bitta menga emas, hammaga osilib yotibdi. Kecha Samarqandga to'yga borsak, bechora o'zi $100, $200 to'yga chiqadigan bola ekan. Unga ham falon pul ishtiraf qilib qo'yishibdi. Menimcha bilmadim endi, tushunmay qoldim. Surxondaryo podдержкадamiz. Rahmat Surxondaryo. Surxondaryoda ham qadrdonlar ko'p. Qancha jarima deyishyapti aka? Shu bir $20,000 ga yaqin pul. Mana shuni orqasida eganda transport. Tamam, orqaga aylanib kelarmi? Balki ishat kerak. Mana tegan. Bu sog'liq kengisiga nima. Uzr endi hozir. Sud zalini qidirib kelyapmiz. Odam endi to'g'risi gap qo'shiq aytib bir javobgarlikka tortilsa sal g'alati bo'lar ekan. Nima bunaqasi bormi? Da. So'rab olamiz, chiqib turing. Shunga javobimiz mana endi jinoyatchilarga o'xshab. Qo'shiq aytib jinoyat qilgan xonanda Shahrdor Mamadaliyev bo'lib. 20,000 juda katta ishtiroq maosh. Qancha O'zbekistonda o'sha 500 minimalka so'rashyapti. Ma'naviy zarar ko'rib endi bilmadim, kimdir davlenasi oshib ketdimi yo kimdir bir ovoz ishlamay qoldimi yo kimdir bir insult bo'ldimi bilmadim, endi shu ma'naviy qattiq zarar ko'rishgan ekan. Ko'rishib, kelishib bir yechim qilsa bo'lmaydimi? Endi bu dunyoda har xil inson borda, kim bilandir murosa qilsa bo'ladi, kim bilandir qilmaydi. Endi Xudo hammani tuprog'ini har xil joydan olgan. Shuning uchun men bilmayman. Jarima kim hisobiga o'tkaziladi? 100% Jo'rayevlarning nomiga o'tadi jarima agar undirilsa. Men o'ylayman, sudimiz bir oliy joylab kirish kerak ekan, mashina kiravermaydi. Nima deydi? Sud sistemasiga ishonamiz, chunki bu yerda men qo'shiq aytib bir tiyin daromad qilganim yo'q. O'ylayman, endi adolatli sud qaror chiqaradi deb o'ylayman. Hozir bilamiz endi, kiraylik, nima gap so'z. 6 minutdan keyin sud boshlanishi kerak. Shu yerda ekanmiz. Kiraylik. Bir iltimosim bor debdi. Ayting iltimosingizni, Gavhar. G'ijduvonga salom. Ketdingmi? Da. Bizga omad tilab turinglar, mana biz sekin sudga qarab kirib ketyapmiz. Hammalarga ikki dunyo baxtini tilaymiz. Chiqqandan keyin yana bir prямой efir qilib yuboraman.